Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Mening yurtim telekanalining eng ashaddiy muxlislari New Talents hamda Mening yurtim telekanali hamkorligida o'tkazilayotgan Gold Talents loyihasini qabul qilishingiz mumkin. Yuqori kayfiyatni va umuman olganda O'zbekistondagi eng iqtidorli yoshlarni talantlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, ekrandan uzoqlashmang. Demak, biz boshladik. Sahnalarda kuylayin ona, ovozimni tinglasin dunyo. Orzularim samon o'qishsin, qo'shig'imdan taralsin ziyo. Sahnalarda kuylayin ona, ovozimni tinglasin dunyo. Orzularim samon o'qishsin, qo'shig'imdan taralsin ziyo. Bog'lardagi bulbul kuyiga favoralar raqs ulansin. Jon diyorim, jannatim diyor, quyosh kulib nurga belansin. Ali Sherbek o'g'loningman, mag'rurligim menga iftixor. Ustozlarning izidan borib kuylayveray vatan madhini. Musofirda yurgan akalar yaxshi bilar vatan qadrini. Bog'lardagi bulbul kuyiga favoralar raqs ulansin. Jon diyorim, jannatim diyor, quyosh kulib nurga belansin. Hayajon bosib ketdim. Hammasi joyida. Bunaqa chiqish kerak emasdi qo'shig'im. Voy, yig'lamang Alisherjon. Shunda chiroyli bo'lib keldingiz. Qarang, kiyimingiz, kostyumingiz menga juda ham yoqdi. Musiqa maktabida o'qiyman dedingiz-a? Qaysi sozda? Vokal yo'nalishida o'qiyman, men imkoniyatim cheklanganligi bois men darslarga kam boraman. Shuning uchun balki xatolik ko'p bo'lgandir, bilmadim bunaqa chiqish kerak emas. Vokal yo'nalishida. Estrada vokaldamisiz? Ustozlaringizga ozgina maslahatim bor. Bolani imkoniyatlari yaxshi, ovozlari bor, sluhlari yaxshi. Faqatgina ishlash kerak. Ustozlar o'tirib ishlash kerak. Imkoniyatlari cheklangan bo'lsa ham, biz vokal darslarida bilasizlar, bizani o'quvchilarimiz stulda o'tirishadi, yurmaydi va ular bilan demak biz ishlaganda asosan bizani mana bu yoqdan tepamizda ishlaydi, to'g'rimi? Demak, imkoniyatlari cheklanganmi, cheklanmaganidan qat'iy nazar bu inson bilan hamma qatori ishlash kerak. Ishlaganda ovozlarini postanovka qilish kerak, ovoz sozlash mashqlarini qilish kerak va vokalni, demak, bularni imkoniyati cheklanganligi hech ham ahamiyati yo'q va bu hozirgi aytayotgan maslahatlarim ustozlar uchun. Rahmat sizga. Hammasi yaxshi. Большое спасибо тебе за выступление. Не надо плакать, не расстраивайся. Все отлично получилось. Ты молодец. Спасибо. My voodoo froze a billet. Well, baby, they traveling down. They didn't me a perfect and didn't even make you a sound. I found a way to let you in and never I'll had to do. Sending a line of hello. I've got my angel now. It's like when a weekend. Every life had to pretend. It's a read and take it. I'll never got your shot to every word I'm looking now. Answer all I want your embrace.
hello, hello, hello. I can see your hello, hello. I can see your hello, hello. I can see your hello, hello, hello. I can see your 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 hello, hello, hello. Большое спасибо. Вы молодец. Но мне бы хотелось, чтобы вы в следующий раз выбирали немножко другой репертуар. Более, где можно показать голос. Вот в данном случае не все мы смогли услышать. У вас хорошие данные, у вас хорошие уши, красивый голос, у вас хорошая постановка. Вы прекрасно делаете такие тонкие какие-то моменты, нюансы. Но хотелось бы более голосовую песню послушать в вашем исполнении. Большой вам удачи. Спасибо. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hands, my dear, apply some more to mine. You know you stop me, get high, I was passing mine. Now I bet you see you then just one more time. Oh, I see through every time. Now my eye, I like your style. You make me wanna cry. Now I bet you see you then just one more time. Say, dance for me, dance for me, dance for me. Oh. And now it's shit, everybody do that, didn't do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah. One time I'll make you do it all again. They say, dance for me, dance for me, dance for me. Oh, 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 oh. Now it's shit, everybody do that, didn't do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah. One time I'll make you do it all again. They say, dance for me, dance for me, dance for me. Oh, 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 oh. Now it's shit, everybody do that, didn't do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah. One time I'll make you do it all again, all again. Спасибо за выступление. У тебя есть стиль, у тебя есть красивая внешность, у тебя красивый голос, тембр голоса. Немножечко позиционно низкие ноты. Над этим нужно поработать. Это почему происходит? Это потому что не работает дыхание. Пожалуйста, педагоги, обратите внимание на дыхание. Поработайте над дыханием. И тогда вот это все выровняется. А так молодец. Спасибо. Удачи. Orta qoldi kechagi kunim o'tmish qaytmasin hech hayotingga qolmagan kuni bu umid uzib demagach har daqiqani pul deb bil yangi kunga yangi reja oylar ketadi shoshar yil qimmatli vaqtingni teja hozir mayli azob chek qiynalgan dam ol bahonalar izlama xatolaring tan ol kechagidan yaxshiroq bo'lasda va barqaror hozir yoki keyinroq qo'lingdadir qaror o'z-o'zingni aldab yurgani qobingni yech muammoni emas balki sababini yech o'z-o'zingni aldab yurgan niqobingni yech muammoni emas balki sababini yech yangi kunni boshla yaxshi kayfiyatda ushaladi albat orzu va niyatla o'z o'rningni topgin kimsan jamiyatda o'zingni yo'qotma qiyin vaziyatda yangi kunni boshla yaxshi kayfiyatda ushaladi albat orzu va niyatla o'z o'rningni topgin kimsan jamiyatda o'zingni yo'qotma qiyin vaziyatda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu qo'shiqni siz o'zingiz yozgansiz, to'g'rimi? Ha, o'zim yozganman. She'ri ham, o'sha yo'llari ham, to'g'rimi? Musiqa yo'llari. Yo'q, musiqasini internetdan olganman. Hozircha endi boshlayotgan ijodkorman-da. Sizni baram kuylaydigan joyini qidirdik biz bu qo'shiqda. Faqat siz bizga uni gapirib berdingiz. Kuylab bermadingiz. Asosan men sizda faqat gapirilgan narsani eshitdim. Kuylangan, melodik qilib kuylangan joyini men sizda eshitmadim, lekin shunchalik qiziqishingiz musiqaga, estradaga kuchli ekan, davom ettiring. Omad sizga. Rahmat.
Dağlar için düşende, bulbul ekem düşende, ruhum bedende oynar, yadıma sen düşende. Dağlar için düşende, bulbul ekem düşende, ruhum bedende oynar, yadıma sen düşende. Bu gala daşlı gala, çingili daşlı gala, gürgürem yer germeye, gözlerim yaşlı gala. Bu gala daşlı gala, çingili daşlı gala, gürgürem yer germeye, gözlerim yaşlı gala. Bu gala daşlı gala, çingili daşlı gala, gürgürem yer germeye, gözlerim yaşlı gala. O'zingizga gitarada jo'rlik qilganingiz juda ham bir yaxshi. Olqishlarga sazovor bu. Rahmat. Turkcha qo'shiq kuylab berdingiz bizga. Bilasizmi, bizga shu ovozingizda kuch yetmadi bizga. Tepa notalaringiz kuchsiz. Tepa notalaringizga bundoq hali chiqqanday bo'lyapsiz-da, lekin biz tepa notalaringizni eshitmadik. Xullas ovozingizda bizga kuch yetmadi. Biz endi hozir qanaqangi ko'rinishda chiqqan bo'lsangiz, shu bo'yicha biz baholashimiz kerak. Rahmat sizga. Sizlarga. Dağlar eken düşende, bulbul erken düşende, ruhum badanda oynar, yadıma sen düşende. Dağlar eken düşende, bulbul erken düşende, ruhum badanda oynar, yadıma sen düşende. Daşlı kalar, çingili daşlı kalar, körkürem gel gelmeyin, gözleri yaşlı kalar. Bu kalar daşlı kalar, çingili daşlı kalar, körkürem gel gelmeyin, gözleri yaşlı kalar. Yoshingiz nechida? Assalomu alaykum. 17 yoshdaman. 17 yoshdasiz. Hozir sizdan oldingi aslidinga men zamechание bergandim. Sizga zamechaniyaning undan ham kattasini beraman. Umuman notalardachi shunaqa suzib yurdingiz, falsh etdingiz. Yigitimizda bizga kuch yetmadi, lekin sizni kuylashingizda rosa falsh notalar ko'p edi. Umuman haligi nima desamkin, shu aniq notalarni olmadingiz. Bularni aniq notalarni olish kerak edi. Rahmat. Omad sizga kelajakda. Rahmat. Vatan uchun ko'ksim tog' qalqondir sha'nim, uni desa shamolday uchqur samanim. Bor bo'lsam chamanimdir, bo'lsam kafanim. Mangu berdilik menga taqdiri azal. Mendirman o'sha, mendirman o'sha, mendirman o'sha, mendirman o'sha, mendirman o'sha. Rahmat. Rahmat Bekzodjon. Siz musiqa yo'nalishida ta'lim olasizmi? O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutida o'qiyman. Birinchi kurs talabasiman. Bilindi. Rahmat. Kamchiliklar uchun uzr so'rayman. Ajoyib qo'shiqni tanlagansiz. Rahmat. Faqat shu mikrofon bilan ishlaganingizda kerakli joylarda mikrofonlarni olib ketib qolyapsiz-da. Misol uchun ovoz kerak bo'lgan joyda mikrofonni olib ketib qolyapsiz-da, yana qaytaryapsiz. Shu mikrofonni ishlatganingizda
ehtiyot bo'ling. Kerakli notalar ketib qolyapti. Qo'lingiz bilan birga. Qolganim, rahmat, bizga yoqdi. Davom ettiring. Sog' bo'ling. Rahmat. Come with me now, come with me now. Whoa, go with me now. I'm gonna take you down. Whoa, go with me now. I'm gonna show you how. Whoa, go with me now. I'm gonna take you down. Whoa, go with me now. I'm gonna show you how. Afraid to lose control and caught up in this world. I waste the time, I waste the right, and take out myself for them. I was born since fear, no all the seems clear. I need to more, I need to fight, I need to lose myself tonight. Whoa, go with me now, I'm gonna take you down. Whoa, go with me now, I'm gonna show you how. Afraid to lose control, I'm gonna be in this war. I'll reach the time, I'll reach the right. I'll take out myself for them. I'm supposed to fear, no only seems clear. I need to move, I need to fight, I need to lose myself tonight. Whoa, go with me now, I'm gonna take you down. Whoa, go with me now. Большое спасибо, Боттершох. Интересное выступление у вас. Хорошая песня. Есть над чем поработать. У вас есть стиль. У вас интересная постановка. Но здесь немножечко надо еще поработать. Песня недоработанная. Она еще не совсем хорошо готова. Интонация. Чуть-чуть есть. Вы сами знаете, да? Немножечко фальшь была. А так, в принципе, хорошо. Удачи вам. Ветер по чистому полю легко гуляет походкой. Спрячь за решеткой ты вольную волю, выкраду вместе с решеткой. Спрячь за решеткой ты вольную волю, выкраду вместе с решеткой. Выглянул месяц и снова спрятался за облаками. На 5 замков запирай Воронова, выкраду вместе с замками. На 5 замков запирай Воронова, выкраду вместе с замками. За высоким забором девчонку выкраду вместе с забором. Спасибо, Асадбек. Песня Яшки Цыгана. Но что-то цыгана здесь не было. Был только Асадбек. Цыганской вот этой не хватило. Спрячь за высоким забором девчонку. Где? Не хватило немножечко вот этой вот цыганской наглости, вот этой цыганской страсти. Не хватило. А так, в общем-то, песня хорошая, интересная. Спасибо большое, удачи вам. Спасибо. Jarayonlarni kuzatib turibmiz. Albatta juda ham har bitta narsani qiyinchiligi bor ekan. Ayniqsa mana texnika xavfsizlik qoidalari bo'layotgan jarayonlar hamma mehnat, hamma sohaning tagida juda ham katta mehnat yotganini o'z ko'zimiz bilan ko'ryapmiz. Sizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz va shunday imkoniyatlarni bizga taqdim etganingiz uchun kattakon rahmat aytamiz. Barcha ishtirokchilarga omad tilayman. Menga oydin yo'l tilanglar, boysinga borib kelay. Chashmalardan suv ichib, yorini ko'rib kelay. Menga oydin yo'l tilanglar, boysinga borib kelay. Chashmalardan suv ichib, yorini ko'rib kelay. Bu yerda Boysunobod
yerda qum qo'rg'on obod. Sevgimizning baxtiga hammadan ham sen ziyod. Bu yerda Boysun obod, bu yerda qum qo'rg'on obod. Sevgimizning baxtiga hammadan ham sen ziyod. Menga oydin yo'l tilanglar, Boysunga borib kelay. Chashmalardan suv ichib, yorimni ko'rib kelay. Menga oydin yo'l tilanglar, Boysunga borib kelay. Chashmalardan suv ichib, yorimni ko'rib kelay. Chashmalardan suv ichib, yorimni ko'rib kelay. Chashmalardan suv ichib, yorimni ko'rib kelay. Rahmat. Assalomu alaykum. Sherzodjon. Juda ham bir yaxshi, bir energichniy qo'shiq ekan, lekin siz o'zi musiqa bilan shug'ullanganmisiz? Vokal bilan, musiqa bilan shug'ullanganmisiz? Shug'ullanganman kam. Kam. Sizga maslahatim vokal bilan shug'ullaning. Chunki qo'shiqda siz umuman boshqa notalarga tushdingiz. Musiqiy tilda aytganda falsh kuyladingiz. Bu narsa yaxshi hisoblanmaydi. Shunga vokal darslaridan saboq olishingizni sizga tavsiya etaman. Omad sizga. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismingiz nima? Abdurazzoq Ruxshona. Ruxshona, qayerdan keldingiz? Namangan shahar 13-sonli umumiy ta'lim o'rta maktabidan. O'zi bunaqa tanlovlarga ko'p qatnashib turasizmi? Ha, oldindan qatnashganman. Aha, bugungi Gold Talent tanloviga nima tayyorlab keldingiz? Seto Mami italyancha operasini. Umuman olganda ovozing yomon emas. Sen eng birinchi o'rinda minus bilan kam etganing bilinib turibdi. Ko'proq repetitsiya qilishing kerak edi. Ikkinchidan nafas juda bo'shashib ketgan. Nafasni mukammal qo'yish kerak. Ana o'shandagina ovoz keyin tashqariga chiqadi, chiroyli chiqadi. Bu ikkinchi kamchiliging. Endi uchinchi kamchiliging passajlarni falsh etyapsan. Na 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 la 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 la. Mana shunga e'tibor ber. Ko'proq aytsang joyiga tushadi. Sababi sen falsh etadigan emas ekansan o'zi aslida. Tushundingmi? Kamchiliklar shundan iborat. Ko'proq yana mashq qilgin, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Omon bo'lgin qizim. Demak, qadrli teletomoshabinlar, Mening yurtim telekanalida namoyish etilayotgan Gold Talent loyihasining estrada xonandaligi yo'nalishi bo'yicha eng iqtidorli yoshlarning chiqishlarini ko'rdingiz. Bir-biridan raqobat maydoniga aylangan bu maydonga hozir endi hakamlar hay'at a'zolarini taklif qilamiz. Birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rin egalarini va umuman aytganda hayajonli daqiqalarni yaqinlashtirib olamiz. Tayyor turing, biz davom etamiz. Marhamat, hakamlar hay'at a'zolari kelishingiz mumkin. Birma-bir hozir o'zingiz loyiq deb bilgan aynan eng iqtidor egalarini bugun taqdirlaysiz. Ko'ngil to'ldimi? Zo'rmi kayfiyatlar? Yaxshi. Demak, marhamat qilib
sizni ham taklif qilamiz va birma-bir taqdirlashda davom etamiz. Yana bir bor assalomu alaykum hurmatli ishtirokchilar. Bugungi ko'rik tanlovimiz yangi O'zbekistonning yangi tanlovlaridan biri Gold Talents degan tanlovni estrada yo'nalishini juda ham ajoyib o'tkazdik va aminman va aytamanki, shu gaplarni aytamanki, biz hakamlar hay'ati yangi nomlarni bugun kashf etdik. Yangi iqtidorlarni, yangi talantlarni, oltin talantlarni biz kashf etdik va bugun biz sizlarni taqdirlaymiz. Yangi nominatsiyalarimiz tuzildi. Bularning ichida vokal ansambllar nominatsiyasi, imkoniyati cheklangan qo'shiqchilarimiz nominatsiyasi tuzildi. O'ylaymanki, bugun yutqizganlar yo'q. Bugun faqat hamma g'alaba qozondi va hammalarni tabriklayman. Demak, aytish mumkinki, mana shu iqtidorlar orasida bo'lajak Botir Zokirovlar, qolaversa Yulduz Usmonovalar, Farruh Zokirovlar, Ozoda Nursaidovalar va ulardan ham yaxshi bo'la oladigan yoshlar bor. Bunga ishonasiz? Bor. Nafaqat ishonaman, biz hakamlar hay'ati bugun o'z ko'zimiz bilan buni ko'rib va eshitdik. Marhamat, ana endi taqdirlash marosimini ham boshlasak bo'ladi. Menga berasiz va men birma-bir o'qib eshittiraman. Demak, maxsus diplom bilan estrada xonandalik yo'nalishi bo'yicha Rauf Zohid taqdirlanadi. Sherzod Samad taqdirlanadi. Shukurulla Toshpo'lat taqdirlanadi. Hamda Ravshanbek Bunyodbek taqdirlanadi. Demak, har biringizga omad, hayotingizning keyingi bosqichida ham zo'r muvaffaqiyatlarga erishasiga umid etamiz. Rahmat ishtirok uchun. 3-darajali diplom bilan Xo'jamurodov Samir taqdirlanadi. 3-darajali diplom bilan Isayev Muhammad Muhsin taqdirlanadi. Haydarov Abdumalik 3-darajali diplom bilan taqdirlanadi. Gorbun va Arina 3-darajali diplom bilan taqdirlanadi. Qarsaklar bilan olqishlab turamiz. 3-darajali diplom bilan G'ulom va Diana taqdirlanadi. 3-darajali diplom bilan Adizov Muhammad taqdirlanadi. Har biringizga omad tilaymiz. Salomat bo'ling, marhamat, o'zingizni joyingizni egallab olishingiz mumkin. Marhamat. Va ana endi mamnuniyat bilan 2-darajali diplom bilan Abdurazzoq va Ruhshona taqdirlanadi. Va ana endi 2-darajali diplom bilan Shodlik bolalar vokal ansambli taqdirlanadi. Marhamat. 2-darajali diplom bilan Abdullajonov Sherzod taqdirlanadi. Estrada xonandalik yo'nalishi bo'yicha. Estrada xonandaligi bo'yicha 2-o'rin Safarov Asadbek taqdirlanadi. Marhamat. Asadbek tabriklaymiz. Sog' bo'ling. Omad. 2-darajali diplom bilan Mirhokimov Mirziyod taqdirlanadi. 2-darajali diplom bilan Samiyev Zohirbek taqdirlanadi. 2-darajali diplom bilan Aminjonov Asliddin taqdirlanadi. Ramazonov Ravshan taqdirlanadi. Sudurov Jonibek taqdirlanadi. Rahmat har biringizga. Ana endi o'z joyingizni egallab olishingiz mumkin. Demak, hakamlar hay'ati tomonidan aytildi, imkoniyati cheklanganlar uchun alohida nominatsiya bo'ldi va mana shu munosabat bilan Baratov Alisher estrada xonandaligi bo'yicha 1-darajali diplom bilan taqdirlanadi. Qoyil qarsaklar bilan olqishlab turamiz. Muvaffaqiyatga erishish uchun hech narsa hech qanaqasiga sabab bo'la olmaydi. Mana o'zingiz haqiqatdan ham 1-darajali diplom bilan taqdirlangan mana shu yigitimizni ko'rib turibsiz. Xursandmisiz? Ha, albatta. Keyingi marra qayer bo'ladi endi? Keyingi marra chet el mamlakatlari bo'ladi.
ana kerak bo'lsa. Menimcha bundan ortiq gap bo'lishi mumkin emas. Omad tilaymiz. Chet elda ham o'zbekni chiroyli qo'shiqlari va chiroyli ovozingiz bilan lol qoldirasiz degan umiddamiz. Rahmat. Imkoniyatli cheklanganlar yo'nalishi bo'yicha Dodilov Rahmonberdi birinchi darajali diplom bilan taqdirlanadi. Aynan bobojonlar olib kelgan ekanlar. Marhamat. Aynan sizga ham shu savol. Keyingi marra qayer bo'ladi endi? Chet elda bo'ladi. Bu davlatning ahamiyati yo'q. Muhimi o'zbekni eng chiroyli musiqalarni jahonga olib chiqishni maqsad qilishgan. Rahmat kattakon ishtirok uchun. Salomat bo'ling. Rahmat. Ana endi joyingizni egallab olishingiz mumkin. Birinchi darajali diplom bilan Baxtiyorov Botirshoh taqdirlanadi. Isroilov Ulug'bek birinchi darajali diplom bilan taqdirlanadi. Va navbatdagi ishtirokchimiz Muydinjonov Abubakir taqdirlanadi. Birinchi darajali diplom bilan Abdumavlonova Robiya taqdirlanadi. Alijonova Dilnoza taqdirlanadi. Birinchi darajali diplom bilan Allashev Begzod birinchi darajali diplom bilan taqdirlanadi. Birinchi darajali diplom bilan Kim Karina taqdirlanadi. Birinchi darajali diplom bilan Hakimjonov Humoyun Shoh taqdirlanadi. Va Hamid Xo'ja Muhammad Ayub birinchi darajali diplom bilan taqdirlanadi. Birinchi darajali diplom bilan Sidiqov Said Kamol taqdirlanadi. Marhamat. Rahmat kattakon. Har biringizga omad tilaymiz. Keyingi hayot yo'lingizda ham faqat muvaffaqiyatlilar qatorida bo'lishingizni so'rab qolamiz. Marhamat, o'z joyingizni egallab olishingiz mumkin. Va ana endi birinchi o'rinni Qurbon va Latifa olganligi uchun taklif etamiz. Marhamat, keling. Guldiroz qarsaklar. Maxsus diplom va mana shu siz uchun hakamlar hay'ati tomonidan alohida e'tirof etilgan va ko'pchilikni qoyil qoldira olgan qizimiz Gold Talents televizion tanlovining estrada xonandalik yo'nalishi bo'yicha eng oliy o'rinni qo'lga kiritgan Qayyumov Adiz taqdirlanadi. Tabriklaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Aynan estrada xonandalik yo'nalishi bo'yicha oliy o'rinni qo'lga kiritingiz. Hayotda ham faqat va faqat muvaffaqiyatga erishib ko'rishingizni xohlar edik. Menimcha juda chiroyli ijro bo'ldi, to'g'rimi? Hattoki hakamlarni ham hayratga qoldirishdi. Rahmat kattakon Adiz, marhamat, joyingizni egallab olishingiz mumkin. Hurmatli hakamlar hay'ati a'zolari, sizga har bir berilgan baholar uchun minnatdorchiligimizni bildiramiz. Aytish mumkinki, mana shu jajji qobiliyat egalari kelajakda o'z o'rinlarini topishida sizning maslahat va ko'maklaringiz bo'lakcha bo'ladi deb qolamiz. Rahmat kattakon, salomat bo'ling. Gold Talents televizion loyihasining estrada xonandalik yo'nalishi bo'yicha oliy o'rinni qo'lga kiritgan va nominatsiyalar bo'yicha taqdirlangan yoshlar bilan tanishdingiz. Loyihamiz davom etadi. Mening yurtim telekanalidan uzoqlashmang.